Ey, o'tirjaringni qara bemalol. Sigirim tug'yapti, ozod bor qara. Sigir tug'ayotgan bo'lsa, men nima qilaman bu? Qanaqa doktorsan sen? Men odam doktori-ku, men xirurgman. Nima farq qildi? Bor qara dedim. Javob, chop san Jabor akangni chaqirib kel. Bo'l, hop. Qaysi Jabor aka? Olim akangni aytyapman. Jabor aka. Ey, u Jabor laqabi xunoli qordan qolgan. Olim akang ham kal, otda yuradi. Chaqir degandan keyin chaqirmaydimi? Obbo. Ha. Ey, meni yerimdan narsalar bilan bezovta qilmay turgin, meni sigirim tug'yapti. Kim? Ya Furqat tog'asi o'tib qopti. Sigirim tug'yapti meni. Biza qarashmaymiz, mo'jon? 3 marta tuqqanman, birortasida menga bunaqa qaramagan. O'zi qarasin. Voy, xudo shukr, ko'payish voldigi. Qaranglar, sigirga ovqatini beringlar, suvini beringlar, ish qildirmanglar, qiynamanglar ko'p, qaymi? Hali ham sigir hech narsa qilmaydi, ovqatini yeydi, uxlaydi. Na kirayotgani bor, na ovqat qilayotgani bor, na onangizga qaraydi. Voy, uzr, jonatdan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Ya xuddi o'zing qilayotgandek qilma, ayla hamma ishni kelin qilyapti. Men 3 ta tug'dim, biror marta menga bunaqa qaraganingiz yo'q. Sigiringizga qarashingizni qarang. Ey, yaxshi ham 3 ta tug'ibsan. Mana sigir 6-chisini tug'yapti. Biror marta minnat qilganini ko'rganim yo'q men. Bo'ldi, men ketdim. Qaqa ketasan, eshik bu yoqda-ku. Qochib bo'lsin.